Assalomu alaykum qadrlilarim. Bugun fincho'zi salat tayyorlaymiz. O'zbek qaynona TV kanali bilan birga qoling. Bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan oddiy mana shunaqa koreyskiy deb nomlangan fincho'zalarni olib, xuddi shunaqa qilib qaynoqqina suvga solib olamiz. Bu retseptimiz 5 kishiga mo'ljallangan. Men salgina kamroq tayyorlayapman. O'zingiz xohlasangiz bundanda ko'proq tayyorlashingiz mumkin. Fincho'zalarimizni qaynoq suvga solib qo'yamiz 15 daqiqaga. Biz esa go'shtlarni qovurib olamiz. Go'shtimiz oddiygina mol go'shti. Mana shunday yog'ga solib yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Yog'ini salgina ko'proq qo'ysak, go'sht bilan birgalikda salatga solishda ishlatamiz. Go'shtni qovurishda suv qo'ymaymiz, tuzdan solamiz va ozginagina dimlab qo'yamiz. Olovni o'chirib qo'yamiz. 10-15 daqiqada tayyor bo'ladi. Go'shtlari juda ham yumshab pishib ketishi shart emas. Go'shtga suv quyib pishiradigan bo'lsak, ozginagina yumshab ketadi salatimiz. Shuning uchun yog'ini o'zida qovuramiz. Endi fincho'zalarimizdan xabar olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Barchasini kalta-kalta qilib qirqib olamiz oshxona qaychisida. Videodagi shovqin suronlarga ahamiyat bermaymiz, chunki bugun nabiralarim bog'chadan dam olgan kuni. Fincho'zalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qaynoq suvini to'kib yuboramiz. Xuddi shunaqa qilib sizgich yordamida suzib olsak, juda ham oson kechadi ishimiz. Siz hozir O'zbek qaynona TV kanali bilan birgasiz. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun barchangizga tashakkurlar izhor etib qolaman. Bu salatimiz siz tayyorlagan salatlardan ko'ra ancha boshqacharoq, shuning uchun o'zgacha bo'lganligi sabab yaxshigina e'tibor bilan qarab turing. Sous tayyorlab olamiz. Idishimizga shirin bulg'or qalampiridan 1 osh qoshiqda solamiz. Tabga qarab sal kamroq tuz solamiz, chunki go'shtni tuzi bor. Achchiqqina paprika, ya'ni mayda qalampir va mana shunday rolton peripiravasi. 1 choy qoshiqda shakar solamiz va 1 osh qoshiqda 2 uch dona zubchik, mana shunday chesnokni maydalagichdan o'tkazib yuboramiz. Keyin esa ketchup solamiz. Ketchupimiz 2 osh qoshiqda bo'lsa bo'ladi. Endi esa chili sousidan solamiz. Chili sousini ham 2 osh qoshiqda solamiz. Salatni koreyscha uslubda tayyorlayapman. Shuning uchun albatta ushbu sousdan foydalanishimiz shart. Endi esa 3-4 tomchi uksusdan foydalanamiz. Uksus ham sabzavotlar uchun maxsus chiqarilgan oddiygina foizi past uksuslardan 1,5 osh qoshiqda soya sous solamiz. Va yarim piyolada mana shunday issiqqina yog'ni quyib olamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Albatta siz ham ko'p fincho'za salatlarni tayyorlagansiz, lekin bu uslubda tayyorlab ko'rmagansiz. Buni juda ham yaxshi bilaman. Sousimiz tayyor bo'ldi. Endi buni bir chetga olib turamiz. Mana ko'rinishi juda ham go'zal holatda bo'ldi. Fincho'zi salatimizni osongina yig'ib olamiz. Kattaroq idishga bodringlarni to'g'rab olganman. 4 dona bodring ketdi. Mana shunday palichka qilib, yirik-yirik qilib to'g'raymiz. Bodringni mayda to'g'rab yuborsak, salatni ichida ezilib, yo'q bo'lib ketishi mumkin. Sabzi salat soldim. Siz xohlasangiz qizil sabzini qirg'ichdan o'tkazib olishingiz mumkin va tayyorlab olgan go'shtimizni solamiz. Mana shunday yog'lari bilan, sellari bilan va kashnich solamiz. Kashnichni yarim bog' to'g'radim. Ozginagina Xitoy tuzidan soldim, ta'm berishligi uchun va tayyorlab olgan sousimizni quyib yuboramiz. Salatimiz mahsulotlarini jamlab oldik. Bunga pomidor solinmaydi, chunki pomidor juda ham salatimizni yumshatib yuborishi mumkin. Ushbu holatda tayyorlasak, fincho'zalari dona-dona bo'lib, ezilib ketmasdan zo'r bo'lib chiqadi. Joylarimiz xonadonlarda juda ham ko'p fincho'za salatlarni tayyorlashgan. Ko'pchilik taomga o'xshatib ham tayyorlaydi. Piyozlarni qovurib, pomidor soladi, bulg'or qalampirlarni qovurib solishadi. Unda salgina taomga o'xshab qoladi va salgina ezilib, sellari tagiga
cho'kib qoladi, suvliroq bo'lib. Shuning uchun men mana shu uslubdan sizlarga foydalanishni tavsiya etaman. Ushbu salatimiz qancha tursa turaveradi, juda ham zo'r bo'lib, dona-dona bo'lib turaveradi. Umuman ezilib ketmaydi. Mazasiga esa umuman gap so'z yo'q bo'ladi. Albatta siz ham ushbu uslubda bir marotaba tayyorlab ko'rasiz va dasturxon boshida O'zbek Qaynona TV kanalini duo qilasiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Barchaga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Ushbu tayyorlagan mahsulotlarimda mana 5 kishiga yetarli salat tayyor bo'ldi. Ko'proq tayyorlamoqchi bo'lsangiz, mana shu ketgan mahsulotlarni 2 barobariga ko'paytirib tayyorlashingiz mumkin. Endi finchoza salatlarimizni dasturxonga tortiq qilamiz va dasturxonda ushbu salatlarimiz barchani ko'zini quvnatib turadi. Mehmonlar esa ushbu salatdan tezroq iste'mol qilishga shoshilishadi. Juda ham chiroyli va juda ham mazali bo'ladi. Yana ham foydali tarafi sizdan juda ham ko'p mablag' talab qilmaydi. Barchaga rahmat, ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling.